Yaqinroq keling. Imtihonda A yoki A+ olmoqchi bo'lsanglar, bu misollarni ishlay olishinglar shart. Xo'p, savolimizda fx funksiyamizning -5 u 6 oralig'idagi grafiki tasvirlangan va ikkita savol berib o'tilgan. Birinchi savolimiz: x1, x2 va x7 nuqtalaridan nechtasida funksiyaning hosilasi 0 ga teng? Funksiya hosilasi 0 ga teng bo'lgan nuqtalar uning minimumi yoki maksimumi bo'lishi kerak. Demak, sanab chiqsak, x1 nuqtamiz bizda eng pastki nuqta va x3 nuqtamiz eng yuqoridagi nuqta, x4 nuqtamiz yana eng pastki nuqta, x6 nuqtamiz eng tepadagi nuqta, x7 nuqtamiz esa eng pastdagi nuqta. Umumiy sanaydigan bo'lsak, bu yerda 5 ta nuqtamizda funksiyamizning hosilasi 0 ga teng. Ular minimum va maksimumlar. Keyingi ikkinchi savolimizga o'tadigan bo'lsak, x1, x2, x7 nuqtalaridan nechtasida fx, ya'ni funksiyaning o'zi va uning hosilasining ko'paytmasi 0 dan katta, ya'ni musbat bo'ladi. Bizda belgilab olgan ekstrem, ya'ni minimum maksimumlarda hosila hech qachon 0 dan katta yoki 0 dan kichkina bo'lmaydi. Faqat 0 bo'ladi. Demak, bu nuqtalarni chiqarib tashlasak, bizda ikkita nuqta qolyapti: x5 va x2. Shu holatda tekshiramiz. x2 nuqtamizda funksiyamizning o'zining qiymati musbat, chunki x o'qdan yuqorida joylashgan, o'suvchi bo'layotganligi uchun hosilasi ham musbat. O'zi ham musbat, hosilasi ham musbat bo'ladigan bo'lsa, javobimiz musbat chiqadi. Demak, bu nuqtamiz bizga to'g'ri keladi. Ikkinchi nuqtamiz x5 bo'layapti. x5 nuqtamizda funksiyamiz x o'qdan yuqorida joylashgan, javobi musbat chiqadi. Uning holati o'suvchi, ya'ni funksiyaning o'suvchi qismida joylashgan, hosila ham musbat bo'ladi. Demak, ikkalasi ham musbat bo'lganligi uchun bu nuqtamiz ham to'g'ri keladi. Demak, ikkita nuqtada ikkinchi shartimizga, 5 ta nuqtada birinchi shartimizga to'g'ri keladigan javob bor ekan. Shu kabi savollarni siz ham imtihongacha o'rganib olmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling.